Assalomu alaykum aziz futbol muxlislari. FIFA Jahon Chempionati 2026 musobaqasining navbatdagi kun bahslari ham yakunlandi va yana bir qator qiziqarli natijalarga guvoh bo'ldik. Avvalo, 3-kunning so'nggi uchrashuvi haqida gaplashamiz. Germaniya terma jamoasi turnir debyutanti Kurasaoni ayab o'tirmadi va yirik 7-1 hisobida mag'lubiyatga uchratdi. Nemislar o'yin davomida to'liq ustunlikni qo'lga olib, hujumkor futbol namoyish etishdi. Natijada Germaniya musobaqadagi eng yirik g'alabalardan birini qo'lga kiritdi. Endi esa 4-kun bahslariga nazar tashlaymiz. Kunning markaziy uchrashuvlaridan biri Niderlandiya va Yaponiya terma jamoalari o'rtasida bo'lib o'tdi. Murosasiz va keskin kechgan bahs 2-2 hisobidagi durang bilan yakunlandi. Har ikki jamoa g'alaba uchun oxirigacha kurashdi va muxlislarga haqiqiy futbol shousini taqdim etdi. Yana bir qiziqarli qarama-qarshilikda Côte d'Ivoire va Ekvador terma jamoalari o'zaro bahs olib bordi. Uchrashuvning so'nggi 90-daqiqasida Traore tomonidan kiritilgan gol Côte d'Ivoire'ga g'alaba keltirdi. Shvetsiya esa Tunisga qarshi ajoyib o'yin namoyish etdi. Skandinaviyaliklar raqib darvozasiga ketma-ket gollar urib, 5-1 hisobida ishonchli g'alabani qo'lga kiritdi. Ushbu natija Shvetsiyani guruh peshqadamlaridan biriga aylantirdi. Endi esa bugungi dasturga to'xtalamiz. Bugun Toshkent vaqti bilan soat 21:00 da Ispaniya terma jamoasi Cabo Verdega qarshi maydonga tushadi. Futbol mutaxassislari ushbu bahsda Ispaniyani yaqqol favorit sifatida ko'rsatishmoqda. Biroq Jahon chempionatida har qanday sensatsiya yuz berishi mumkin. Shuningdek, ertaga bo'lib o'tadigan 5-kun uchrashuvlari ham futbol muxlislari uchun juda qiziqarli bo'lishi kutilmoqda. Dasturdan Belgiya, Misr, Saudiya Arabistoni, Urugvay hamda Eron, Yangi Zelandiya uchrashuvlari o'rin olgan. Bu bahslarda ham guruhlar taqdiri uchun muhim ochkolar o'ynaladi. Sizningcha, bugungi Ispaniya Cabo Verde uchrashuvida qaysi jamoa g'alaba qozonadi? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring. FIFA 2026 bo'yicha eng tezkor yangiliklarni biz bilan kuzatish uchun videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha